Ha, nima bo'lyapti? Qarzlarim ko'p. Shularni qaytarib bergim kelmayapti. Shuni bir ko'rib qo'ysangiz o'g'lim. Ha, tushunarli. Qonunni aqchi. Tushunadi? Qonunni ochi deyapman. Ha. Bormi vijdon? Qarzlarni berib kelay ha? Ha? Qarzlarni berib kelaymi ha? Hozir yo'q edi vijdon. Hozir ishlab ketdi. Rahmat. Ha, bo'lyapti. Sizga nima bo'lyapti? Shuni sezmay qolmang, gapirolmayman. Oldin gapiramidingiz? Aytishlaricha 2 oyligimgacha yaxshi gapirardim aka. O, gapirammayman deng. Qani tilingizni chiqaringchi. Nima bo'lyapti? Dada dengchi? Dada, O'g'lim. dada, O'g'lim. men gapiryapman. Boraver o'g'lim. Xo'p. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz charchamayapsizmi? Aziz ko'radigan kundan bor ekan-ku. Qayerdan keldingiz? Men Marhamat tumanidan keldim. Ha, nima bo'lyapti? Shu desangiz menga bir sharoiti yaxshi uy kerak edi. Ha, bir uy qilib berasizmi deb keldim oldingizga. Hop. Bormi? Ha, yo'q, uy yo'q. Qanaqa uy? Turing yoningizda, nima yotib oldingiz? Yo'q,